Qizlarjonlar, hozir Turkiyadan ham masalan qanday qilib mana ko'ringlar, hammani nimamiz 29 ta davlatda filiallari ochilgan. Hozir Turkiyadan qanday qilib ko'rsataman, qanday qilib ko'rib mahsulot xarid qilsa bo'ladi. Juda ham oson, xuddi o'zimizda Uzum market bor, mana hammasi turkcha tilda qilingan. Sayt mana shunaqa idealniy. Amerikada yashasangiz, Amerikadan ham olishingiz uchun mana. Hozir mana turkchani tushunadiganlar bilsa kerak. Men turkchani tushunmasam, lekin mana shu saytdan urishni bilaman, chunki bilaman qayerda nimani bosish kerakligini. Qaranglar. Hozir men sizlarga mana buni ko'rsataman. Shundan bilib turibman, что bu o'sha nima? Vitaminlar bo'limi. Endi katalogga kirdik, mana vitaminlar bo'limi, probiotik bor, vitamin B, omega bor, lutein, radiola, radiola milk bor ekan, qizlar, Rastaropsha Turkiyada bor, bemalol xarid